Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana Xo'jobodda Madam akamni xo'jaligidamiz. Mana novvoslar. Mart oyidan beri berilyapti. Ideal ko'rim. Mana shunday tayyorlab aralashtirib qo'ylar ekan mana o'zi. Har biriga 9 kilo silyoz, 2,5 kilodan a? 2,5 kilodan ideal ko'rim. Ben juda ko'pchilik ha bu ko'rim qimmat ekan, o'zi Makka olaman, bug'doy ham solaman deb, mana bozor narxida qilsa ham sizniki ancha 60% arzon tushadi-da, narxi. Tan narxi arzon tushadi. Lekin mana siz faqat ideal ko'rim beryapsiz bunga. Mana hozir 10 qop yana oldi. Mana martdan beri boqyapsiz. Mana 3 tani sotdim dedingizmi? 20 milliondan aldım. 2 milyondan yedi. Ha, oyiga. Oyiga. Aha. 30 milyondan sattım 90 milyonga. 30 milyondan 90 milyonga 3 tane sattınız. Hali bular endi yeydi yana. Bular yeydi yana. Mana sizlarga mol boqish bo'yicha tavsiya. Demak, ideal ko'rimda siz tavsiya qilasiz. Yo, buni o'ylanayotganlar juda ko'pda, o'shanga so'ra, biz ataysizga qayta-qayta savol bersam maqsad. Kunjara bilan, mahallada kunjara bilan, boshqa bilan bahayatlar kelib turib, buni o'zgarishini ko'rib turib, mashinga o'tyapti ular. Ha, to'g'ri, Xo'joboddan ko'paydi. Haqiqiy zo'r ekan, Xo'joboddan boryaptimi? Boryapti, keldi. To'g'ri. Juda ko'p qo'shildi. Hali kuni sizga rosa telefon qildim-ku, ashunda ham ikkitasi bor edi men bilan. Ha.